to'nglab ketdim. Qaytib ketaylik. Bo'ladi. Qarang, yuzing sovuqdan qizarib ketibdi. Javlon qo'li bilan Odilaning yuzini siladi. Odila ishtik o'zini qochirdi. Javlonning qo'li havoda laylab qoldi. U sal umidsizlangan bo'lsa-mu, Obidaning aytgan so'zlarini anglab, o'ziga tasalli berib, Odilaning keynidan mangdi. Ular mashinasiga chiqib, yana shahar ichiga qarab mangdi. Soat 10dan oshgan bo'lib, atrof shunchalik jimjit ham sovuq edi. Boya soqchilar sizga nima dedi? Shu portlash delosidagi muhim guvochi tuyuqsiz yo'qolib ketib, delo o'tirliqda uzilib qoldi. Soqchi mening bexatarlikka diqqat qilishimni aytdi. Bu yaqinda biror gumonli ish yuz bermagandi. Masalan, uyingizning atrofida g'alati mashinalar to'xtab, sizni kuzatadigan degandek. Yo'q, yaqindan buyon undaq ish yo'q. Balkim qotil deloning oxiri uzilib qolg'achqa menga qo'l solamayotgandi. Buningdan keyin sirtqa chiqsangiz ehtiyot qiling. Aras, kech qolsangiz menga telefon qiling. Men sizni olib qo'yaman. Ma'qul. Odila beshini langishtirib, shahar qo'ynidagi yulduzlardek chaqnab turgan rangli chiroqlarga tikildi. Javlon Odilani uyga ilib keldi. Odila mashinadan tushmoqchi bo'ldi. Odila, to'xtab turing. Bu sizga og'a sovg'a. Uzun bo'pti sizga bir ana sovg'a qilmag'aling. Bu nima? Agar qimmat narsa bo'lsa, ololmayman. Elanga, qimmat narsa emas. Menda xalqning asranda o'g'ilda nima qimmat narsa setib pul bo'lsa. Rahmat. Amsi men kirib ketay. Yo'lda ehtiyot qiling. Odila Javlon bilan xo'shishib, qo'rug'iga kirib ketdi. Javlonma mashinasini haydab ketib qoldi. Odila uyga kirib, ustidagi qalin paltoyni kreslog'a tashlab, qo'lidagi Javlonning sovg'asini aynak ustal ustiga qo'yib, oshxonaga kirdi. U bir stakan qaynoq suv quyib chiqib, kreslog'a kelib o'tirdi. Odila aynak ustal ustidagi Javlonning sovg'asiga qarab, bir hazo jimib turayotgandan keyin uni avaylab ochdi. Ko'rdiki, ichida chiroyli bir oltin zanjir turadi. Bu odatdagi zanjir emas ekan. Buni qabul qilganlik Javlonning ko'nglini qabul qilganlik bilan baravar. Eng yaxshi buning chiqilmay, muvofiq payt tepib, Javlonga qaytarib beray. Odila shu xiyollar bilan zanjirning o'ralmasini yana chiroyli o'radi. U asta o'rindan turib, mehmonxonasining derazasiga kelib, qor lapildab tushayotgan shahar osmoniga tikildi. Uning o'zini kamsitish hissiyoti texmo ulg'uyib, o'zini Javlonga texmo mos kelmaydigandek his qilishga boshladi. Odila cho'nqur tindi. Uning og'zidan chiqqan issiq hor derazaga o'rilib, derazni tutuqlashtirib qo'ydi. Odila deriz pardasini yapay deb turishiga, qo'ro oldidagi oq rangli mashinani ko'rib, darhol pardani yepib yushuruncha bordi. U kimdir? U boya men kelganda izimga tushgan bo'lsa, ajiba u qotil? Odilaning xiyollari qalayim qolishib turganida telefon jiringladi. U darhol berib telefonga qaradi. Baxtiyor, u bu kechida ajiba boyqi mashina u avatgan odamning mashinasimidir? U meni kuzatayotgan bo'lsa, Odila darhol chiroqni o'chirib, hujrasiga kirdi. U telefonni olmadi. Odila telefonning jiringlashishi to'xtashi bilan telefonni etib, karvatga o'zini tashlab chiroqni o'chirib yetib oldi. Shu topda Odilaning xiyol xonasida ikkilamchi xiyol hukm surayotgan bo'lib, u Javlonni tanlasa, o'zining orzusini ishga oshira olmaydi. Baxtiyorni tanlasa, umrlik so'ygu va baxtdan bahramon bo'la olmaydi. Odila jili bo'lib yostiqni beshiga ching bostirguncha ko'zini ching yumib oldi. Qora kechining tinch osmonidan ziminga yepinchi silib olamni yana o'z qalami ostida bezdi. Tong yurish bilan shahar ko'chalari yana avatlashib, mashinaning qalaymaqan signallari uyqusini ocholmay tattiq uxlayotgan kishilarning uyqusini ochdi. Obida atiganda yo'l to'sib qilishdan ansirab, saharda o'rindan turib ishga mangdi. Zumrat xonim nashtalik tayyorlayotgan bo'lib, Obida nashtig'imi qarmay chiqib ketdi. Bu qiznisa, xizmatni jinidimi muhim bildigan o'xshamamdi. Hey. Zumrat ig'ir o'xsinib, qozonga silib pishirilayotgan tuxum pushkilini yog'dan suzib taxsiga oldi. Ongacha uning telefoni jiringladi. Zumrat telefoniga qarab bir pas turgandan keyin
asta mehmonxonaga chiqib Akbarning ovozini tinglab, munchiga kirib telefonini oldi. Hey, Ali apandi, hajab menga telefon qilishga vaqtingiz chiqib qapti-ku. Zumrat xonim, sizni ko'rgim keldi shu. Sizdek oldirish odamning menga telefon qila olishi undaq oson emas jumu. Nima? Menga bir hojitingiz tushib qapti-da? Haqiqatan aqlli ayol jumusiz. Shunda ko'rishaylik. Siz bilan maslahatlashirgan bir ish bor. Ma'qul, qayerda ko'rishimiz? Yanala asar atiqi do'konimga kelib, bu yer so'zlashishga nihoyat qulaylik. Bo'ladi, amsa tushdi ko'rishaylik. Akbar apandi baya hujurisidan chiqib, munchixonaga kiray deb turishiga, ichidan chiqayotgan Zumratning ovozini anglab, joyida to'xtab qoldi. U Zumratning Ali bilan paranglashayotganligini tinglab turdi. Telefon uzilgandan keyin Akbar orqasiga necha qadam chekinib, hamda hujurisidan chiqayotgan qiyofatda Zumrat bilan do'qurishib qoldi. Ha, qachon turdingiz? Endi turdim. Men toza uyga kirib chiqay. Boya u hamini anglab qolganmidi? Zumrat dakki-dukki ichida oshxonaga kirdi. Boya u o'choqning o'tini etmagan bo'lib, qozondan quyuq is ko'rilyotdi. Zumrat jiddiylashgandan varqiravatdi. U darhol o'choqning o'tini o'chirib turishiga Akbar apandi kirdi. Neymiş bo'ldi? U oshxona ichining quyuq isqi to'lganligini ko'rib, darhol derizini ichivatdi. Ondan bir dos suv elib, qiziq qozonga to'kdi. Qoj qilib qozondan kuchlik ovoz bilan ochiq ispuruq ko'tarildi. Zumrat bo'lsa qo'riqondan bir bulongda Akbarga qarab turadi. Uy ichi bexatar bo'lgandan keyin Akbar Zumratga qaradi. Neymiş bo'ldi? Boya o'choqning o'tini o'chirmaganmi? Boya hiyliqi. Hey. Bo'ldi. Ovi kuyuq qozonni chiqib axlatxonaga tashlab edi. Endi uning keragi qolmadi. Zumrat undimasdan qozonning yeniga kelib, suv ustida laylab qolgan qop-qora ko'pikchilarga qarab, burunni tutdi. U qozondagi suvni jumak ozg'iliga to'kib, qozonni sirtqa ochib tashlab etdi. Ondan oshxonni bir aqor tozalab chiqdi. Akbar bo'lsa, bolki bilan boya pishirib tayyor qilgan tuxum pushkolida nashti qilayotgan bo'lib, o'choq atrofini surtayotgan Zumratga qaradi. Boya o'choqqa qaramay hojatxonaga kirib ketibsiz. Yaqindan buyon kallangiz toza joyida emasmi qandaq? Undaq emas. Bu bir tasodibiylik. Bo'ldi, sizmi bu ishni bahona qilib menga zarba berayvermang. Bilaman, o'tgan ishlar uchun siz mendan norozi. Biroq menmi qasddan qilmagan. Qozon kuyib ketdi. Siz bugun bozorga berib, yangidan birini setib olib keling. Menmi bugun ozroq narsa kerak setib olay degan bozorga chiqqach qozonni birini ib kelay. Zumrat o'choq beshidagi surtkichni pokiz yuvib, Akbarning yeniga kelib, nashtilik qildi. Nashtidan keyin Akbar apandi mehmonxonada gez ko'rib o'ltirdi. Zumrat bo'lsa, o'jursiga kirib kiyim ishkovidan qaysi kiyimni kiyib chiqish uchun bosh qattirdi. U yaqinda setib olgan yangi hayot cherkiti cho'nglar uchun bozorga solgan yangi fasondagi bir ko'ynakni qo'liga ilib, sinjilab qaradi. Buni kiyib olsam qandoq bo'lar? Yaqinda do'stim Risolatning chiyi bor. Asli shu choyda kiyaman deb o'ylagan. Yana bugun kiyib, ayliga o'zimning xonishlarda xotirjam yashayotganligimni bildirib qo'yaychi. Zumrat kiyimni uyan-buyan cho'rib, ustiga chanlab, o'z aksiga qarab so'z kulimsirab qo'ydi. Bir soatdan keyin Zumrat yasinib tashqariga chiqdi. U texnik yezit ko'rib o'ldirgan Akbar apandiga qaradi. Sizga biror narsa lozimmi? Og'ish kelay. Bugun boshqacha bo'lib ketibsiz-ku. Bozorga chiqqanga mushunchalik yasangan bor. Hey dadasi, men degan kim? Urumchidagi yangi shirkatining xo'jayinining xonimi. Sirtqa chiqqanda obrazimga diqqat qilmasam bo'lmaydi-da. Sho'pirim sizni bilib chiqsa, havo sovuq, uncha ko'p narsalarni ko'tarmay qolmang edi. Hojati yo'q. Narsa keraklarni ip bo'libla onunga o'zim telefon qilay. Men texi kiyim-kechak bozorini aylanaman. Akbar gap qilolmay jimib qoldi. Zumrat ustiga nurk paltoyni kiyib, somkisini ko'targuncha chiqib ketdi. Akbar yenik o'hsinib shopirga telefon qildi. Vay, sen Zumrat xonimni bozorga ayt chiq. Agar u unimisa, sen uning orqasiga tush. Qandaqla ish bo'lsa men bilan aloqalash.
Ma'qul efendi. Şopur telefonni qo'yayotgandan keyin Akbar televizorning tizginligini ilib ekranni ochdi. Kechidan qor qilin yoqqashqimi yo'lda mashina to'sish taski to'xtatdi. Zumrat pat-pat soatiga qarab qo'ygach, yo'ldan o'tayotgan taksilarni to'smoqchi bo'ldi. Biroq birmo bekor bo'lmag'achqa u 10-15 minutgacha mashina to'siy olmadi. Angacha Akbar apandining shopiri kelib, Zumrat xonimning yonida to'xtadi. Xonim, mashinaga chiqing. Sizni Akbar apandi kelishga buyurganmidi? Ha, shunda. Taksi to'sish taksi. Shunga apandim sizni bozorga olib kelishimni aytgan. Xonim, qayerga boramiz? Meni xalqaro bozordagi farfor qochquchi buyumlari do'koniga olib qo'ying. Bo'ladi. Şopur qistan ko'chalardan tas o'tib Zumrat aytgan xalqaro bozordagi farfor qochquchi do'koni oldiga kelib, mashinani to'xtatdi. Men narsa keraklarni ipolobla sizga telefon qilay. Ma'qul xonim. Zumrat pastga tushib, sirtlardan tortib, so'l saroy ishchilariga tizilgan qochquchi bozorga kirib ketdi. Zumrat atrofni orlig'a soatiga qardi. Tush bo'lg'achqa xeyli vaqt bor edi. U bir necha do'konni orlab, bir mis qozon bilan mis chaynakni setib olib qaytib chiqdi. Shopir pastga tushib, uning qo'lidagi narsalarni oldi. Ular mashinaga chiqib, turli mollar magaziniga keldi. Zumrat bu yerdan uyga kerakli narsalarni setib olib, qaytib chiqdi. Zumrat vaqt o'tkazish uchun sayko'ktat bozorgacha berib, sayko'ktat go'sht, riq qatorliq narsalarni setib oldi. Siz bu narsalarni uyga yetkazib eting. Men savdo saroyini oyini bir soatga chiqaydiman. Shopir amalsiz setib olgan narsalarni ilib ketib qoldi. Zumrat u ketishiga yo'ldan taksi to'sib, Alining Asar Atiqi do'koniga qarab mangdi. Taksi Alqut Asar Atiqi do'koniga kelib to'xtadi. Zumrat mashinadan tushib, atrofga hodiqish ichida qarab o'tgandan keyin tez qadam bilan Asar Atiqi do'koniga kirib ketdi. Bugun do'konni ochmaganmi, do'kon ichidan taqoq bo'lib, do'konda Ali va uning yordamchisi bor edi. Alining yordamchisi Zumratning kelishidan xabari bo'lg'achqa ishni o'chib qo'ygan edi. Alining yordamchisi Zumratni Alining yolg'iz xonasiga boshlab, o'zi boshqa ishlarga mashg'ul bo'ldi. Zumrat uyga kirganda Ali texchi karvatda ig'nab yotgan edi. Uning semiz oppoq badallari yotgan orasidan ko'rinib turardi. Nima? Meni chaqirgan odam ajab turmay yetyapsiz-ku. Qish emasmi? Tunigun og'inlar bilan ishishib, soat 4 bilan qaytib kelib uxlagan. Shunga saharda turg'im kelmay ezilib qopdim. Shundaqmi? Bu necha oy bizmi ko'rishmay kunlaringiz xili erkin ham yaxshi o'tib yetibdi. Qani ayting, bugun meni nimishqa chaqirdingiz? Zumrat, bu necha oy rostila ko'rishmay sizni seg'inib qoldim. Bugun shunga bo'ldi qiling, sizga yosh qizlar osmidi. Meni nimishqa eslaytingiz? Meni texicha tushunmaganingizga hayronman. Men shuncha yil yashab, ömrümni aşı tayini yo'q ishlarga sarf qilaman. Sizmi bilasiz? Men azaldan sizni boshqa ayollarga o'xshatmayman. Sizni ham o'lib ketgan o'g'limizni deb hozirgacha bo'ytaq o'tayotganimni bilasiz. Shundaqmi? Boya telefonda muhim ish bor deyotgandingiz. Zodi nima ishdi? Men balduroq qaytmasam bo'lmaydi. Zumrat, sizdan bir ishni so'ray degan edim. Nimandaq tilingizda chaynaysiz? Azaldan menga keskin gap qilatdingiz-ku. Men avval yuzimni yuvib chiqay. U meni biror patqoqqa tiqib qo'yish uchun yolg'ondan epkanmagandi, ha? Mening chuchuqim shundoq. U mening qizim ham Akbar bilan inoq o'tayotganligimni ko'rib, chidayolmagan gap. Bizning ko'rishganimizni sin ko'nishga ilvomagandi, ha? U uyning ishini oqtirishga boshladi. Zumrat tatma atak karvat yotqalardan tatib oqtirib, hech nima topolmadi. Ongacha Ali chiqib Zumratning aloqazada holatini ko'rdi. Nemish bo'ldi? G'alati ko'rinasiz-ku. Sizni meni saqlab turolmay, karvatlarimni oqtirib, yotgan ko'plarni nima qilib etdingiz? Bo'ldi, meni ahmoq qilmay, zodi nemishqa meni bu yerga chaqirganligingizni ayting. Men oldirayman. Qizingizning yeshi siznikidan kichik bo'lsa-mu, aql ham jihatda sizdan ko'p ustun turadi ekan.
u bek tamkin ham idrokli qiz ekan. Uning bilan paranglashishmi bir huzurda, ha? Nima? Obida siz bilan ko'rish paranlashdimi? Albatta. Biz savdo to'g'riliq bir necha qitim paranglashgan. U tehi bir yosh yigit bilan shahar sirtidagi oromgohimga bordi. U bu ishni sizga aytmabdi-da. U rostla ish ko'rgan, to'xtalgan qiz ekan. Sizdek oldirang'u emas ekan. Ali, u qiyri buzuq. Sana deb qo'yay, Obidaga yomon niyati bo'g'ichi bo'lma. Men buningga hargizmi yo'l qo'ymayman. Ay, bo'ldi, o'zingizni besib oling, hech ish yo'q. Biz faqat savdo ishi to'g'riliq paranglashdik. Nima? Savdo ish to'g'riliq? Meni do'tchaqlab qoldingmi? Sen yo kiyim-kechak savdosi qilmasang, nimaga uning bilan savdo to'g'riliq paranglashatding? Bo'ldi, o'zingizni besib oling. Men sizga tushuntirib qo'yay. Obida mo hisobda mening qizim. Uningga yomon niyati bo'lishi mumkinmi? O'ylaydiganim, mening mo kiyim-kechak savdosiga qiziqishim bor edi. Bo'libmi hozir qizingizning shirkati bakli dong chiqaryapti. Shunga men mo yangi hayot shirkati bilan hamkorlashib, mushu kasbda ro'noq tepish orzusi bilan uni istagan. Ali, sizga pul kam emas. Bu yerda asar atiqi do'koningiz, shahar sirtida oromgohingiz bor. Yana yaqinda ko'ngli ichish klubi quribsiz. Ajiba siz yana kiyim-kechak shirkati qurmoqchimi? Bu gapga men ishnamdim. To'la meni do'tchaqlama. Oy, Zumrat. Meni nemishga tushunmaysiz? Obida men bilan hamkorlashishni rad qildi. Shunga bu ishda sizdan yordam so'raydi ekan. Ali, bu ishda men sizga yordam qilamayman. Sizga deb qo'yay, Obidani yana izlab borsangiz yoki yangi hayot shirkatiga avorchilik tug'dirsangiz, sizni hargizmi bo'sh qo'yib etmayman. Zumrat ochiqidan Alining gapini anglamasdan sumkasini elib chiqib ketdi. Zumrat, hatto'da. Men hamini yangi hayot shirkatini o'z eligimga olaman. Shu chog'da sen yana menga shundoq o'g'riyalamsan qani. Sen tehi o'g'limning qon qarzini to'lamading. Sana meni oldirmay ko'zib qo'yman. O'lgur Ali, niyat qara, ablah. U tehi Obidani izlab beribdi. Mening nemishqa bu ishdan xabarim yo'q. Ali demagan bo'lsa, Obida buni menda sir saqlarkan. Zumrat ishlarning tafsilotini bilish uchun qizining uyiga qaytib kelishini saqlamay, yo'ldan taksiga o'ltirib yangi hayot shirkatiga qarab mandi. Shopir narsa keraklarni Akbar apandininki uyiga yetkazib berdi. Akbar apandi shopirdan Zumratning savdo saroyini aylanaman deb qolganini bilgandan keyin uning Ali bilan xufiyani ko'rishda qolganini qiyos qilib, ichi ochiq bo'lib, necha qop tamakini chekib etdi.